Bismillahirrahmanirrahim. Hocaga o'g'lingiz umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Yoshiga yosh qo'shilib, qori boladan bo'lsin deganim. Rahmat. Mana bugun shashligiga mana zagat o'tgan tayyorlaymiz kechga qo'yamiz. Ilminitsion nuqtalari bilan Boshqa chiqyapti lekin dumbalar bilan. Shuni, dumbani yana bitta joyi bor o'zi, asobinning. Ko'pchilik uyda o'zi shashlik qilsa, dumba kuyib ketadi ko'p. Erib mayda kichkina bo'lib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Shuni joyi bor, bunga sovuq suvga tuz solish kerak faqat. Tuzni solib, ozgina evitib qo'yilsa, dumba shishib chiqadi. Jazga shunaqa eng zo'r joyi o'zi mana shu bo'ladi. Bu yoqda mana jazimiz bor, endi buni kecha o'zi marinovka qilib qo'ydik. Bunga ham shu nima, o'zlari jaylari jaz bu. Toshkent suv, zira, shu mana paprika solingan bo'ldi. Mana shunaqa qilaverasizlar sekin, akkurat.